Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Yo'l harakati qoidalaridan 4-beletda test savollarini tahlil qilib chiqamiz. Birinchi savol: qaysi javobda yo'lovchilar uchun chiqish va tushish maydonchasi bo'lmagan sharoitdagi yo'lovchilar chiqish va tushish joylari to'liq ko'rsatilgan? Demak, ushbu holatda turar yoki yo'l yoqasi tomonidan. Qaysi javobda ruxsat etilgan harakatlanish yo'nalishlari to'g'ri ko'rsatilgan? Bu yerda A bilan B ga harakatlanishga ruxsat etiladi. Bu o'ngga burilish taqiqlanadi belgi. Bu belgi qaysi kesishma oldiga o'rnatsa faqat shunga ta'sir etadi. Undan keyingi kesishmaga ta'sir etmaydi. Demak, ruxsat etiladi A bilan B ga. O'ngga V ga birinchi yo'nalishga taqiqlanadi. Uchinchi savol: ushbu yo'l belgisi qo'shimcha axborot belgisi bilan nimani bildiradi? Demak, bu to'xtab turish joyi, uning ostidagi qo'shimcha axborot belgisi yengil avtomobillar, mototsikllar, mopedlar va skuterlarni qo'yish usulini bildiradi. Demak, F3 javobimiz to'g'ri. To'rtinchi savol: belgilangan yo'nalish bo'yicha harakatlanayotgan yo'nalishli transport vositalarining haydovchilari piyodalar o'tish joylaridan tashqarida oq hassa bilan ishora berayotgan ko'zi ojiz piyodalarni o'tkazib yuborishlari kerakmi? Barcha hollarda o'tkazib yuborishlari kerak. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Bu yerda tartibga solinmagan, teng ahamiyatga ega bo'lmagan chorraha. Bu yerda ushbu holatda mototsikl asosiy yo'lda turibdi. Mana bu belgiga e'tibor bersak, qalin qora chiziq bu asosiy yo'lni bildiradi. Mototsikl kelgan yo'nalish va uning chap tomoni asosiy yo'l. Shuning uchun mototsikl haydovchisi birinchi bo'lib harakatlanish huquqiga ega. Keyin tramvay bilan avtomobil ikkovi bir vaqtda ikkinchi bo'lib yuradi. Demak, bu yerda to'g'ri javob mototsikl, tramvay va avtomobil. Oltinchi savol: harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Demak, tartibga solishning ushbu holatida oldi va uning orqa tomonidan barcha transport harakati taqiqlanadi. O'ng yelkadan relsizlarga to'g'riga o'ngga harakatlanishga ruxsat etiladi. Demak, ruxsat etiladi faqat mototsikl haydovchisiga. Qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi? E'tibor bersak, bu yerda kirish taqiqlanadi belgi bor. Demak, to'g'riga kirish mumkin emas. Ruxsat etiladi faqat chapga. Agar transport vositasi o'lchamlari kattaligidan yoki boshqa sabablarga ko'ra chetki holatda burilishni bajara olmagan bo'lsa, bu qoidadan chetga chiqqan holda burilishga yo'l qo'yiladimi? Yo'l qo'yiladi agar bu boshqa transport vositalariga xalaqit bermasa, harakat xavfsizligini ta'minlab talablaridan chetga chiqishi mumkin. Keyingi savol: qattiq ulag'ich transport vositalari orasida qanchadan ortiq bo'lmagan masofani ta'minlash kerak? Qattiq ulag'ich ko'pi bilan 4 metr deyilgan. 10-savol: velosipedchilarga trotuarda harakatlanishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. Shatakka olingan avtomobilda odamlarni tashishga ruxsat etiladimi? Shatakka olingan deyapti. Bunda faqat yengil avtomobilda ruxsat etiladi. Keyingi savol: bu joyda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Quvib o'tishga ruxsat etiladi, chunki bu yerda yengil avtomobil. Yuk avtomobil haydovchisi ham quvib o'tishi mumkin. Faqat quvib o'tish taqiqlanadi deyapti. Belgi o'rnatilgan joydan 300 metr masofadan keyin faqat 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillar quvib o'tish taqiqlanadi deyapti. Ushbu holatda avtomobilga quvib o'tishga ruxsat etiladi. Keyingi savol: qaysi belgi T-simon chorrahada harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi? Bu yerda F2 belgimiz T-simon chorrahani bildiradi.
Oldida transport vositasi to'xtab turgan, tartibga solinmaydigan piyodalar o'tish joyiga yaqinlashib kelmoqdasiz. Siz nima qilishingiz kerak? Demak, harakatni davom ettirish, lekin to'xtab turgan transport vositasi oldida piyodalar yo'qligiga ishonch hosil qilgan holda. Bu degani, agar piyoda bo'lsa, to'xtab piyodaga yo'l berish kerak, lekin piyoda yo'q bo'lsa, harakat davom ettirish mumkin deyapti. Keyingi savol, qaysi transport vositalariga harakatlanish ruxsat etiladi? Demak, tartibga soluvchining ushbu ishorasi o'ng qo'l oldinga uzatilgan holatda uning o'ng yelka bilan orqa tomon harakat taqiqlanadi, ya'ni qora va sariq avtomobil taqiqlanadi. Yashil, ko'k, qizil avtomobillarga esa ruxsat etiladi. F3 javob to'g'ri. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, tartibga solinmagan, teng ahamiyatga ega bo'lgan chorraha. Teng ahamiyatga ega bo'lgan chorrahada relsli transport vositalari haydovchilari birinchi yurish huquqiga ega, ya'ni tramvaylar. Demak, bu yerda birinchi bo'lib tramvay haydovchisi yuradi, ikkinchi bo'lib avtobus va oxirgi avtomobil yuradi. Chunki yengil avtomobil chapga burilganligi sababli ro'paraga yo'l berish kerak. Shuning uchun birinchi tramvay, avtobus va yengil avtomobil. Keyingi savol, qanday hollarda quvib o'tish taqiqlanadi? Tartibga solingan chorrahalarda quvib o'tish mumkin emas. Ya'ni chorrahada svetofor yoki tartibga soluvchi bo'lsa, quvib o'tish mumkin emas. Ko'priklarda, yo'l o'tkazgichlarda, estakadalarda va ularning ostida, piyodalar o'tish joylari, demak sanab o'tilgan barchasida quvib o'tish taqiqlanadi. Kunduzgi vaqtda yaqinni yorituvchi fara chirog'ini yoqish ogohlantirish ishorasi bo'ladimi? Bo'ladi. Keyingi savol, agar g'ildiraklardagi tortish kuchi yo'l bilan tishlash kuchidan ortiq bo'lsa, demak bunda yetakchi g'ildiraklar o'rnidan jilmay aylanadi. Yigirmanchi savol, qayd etilgan qaysi hollarda transport vositalarini ekspluatatsiya qilishga ruxsat etiladi? Ekspluatatsiya degani, ya'ni foydalanishga ruxsat etiladi deyapti. Demak, F1 javob. Qo'shaloq shinalar orasiga xavf-xatar tug'diruvchi begona jismlar tiqilib qolgan bo'lsa, foydalanish mumkin emas. Og'ir vaznli yuk avtomobillar, avtobuslarda orqa g'ildiragi qo'sh balon bo'ladi, ya'ni ushbu holatda begona jismlar tiqilib qolsa deyapti. Demak, foydalanish mumkin emas. F2 shina o'lchamlari yoki cheklangan og'irlik transport vositasining turiga mos kelmaydi, foydalanish mumkin emas. Demak, M1, M2, M3 toifali birinchi klass avtotransport vositalarining oldingi o'qiga birinchi klass ta'mirlangan shinalar qo'yilgan. Demak, bunda ruxsat etiladi. Yo'lovchi tashiydigan transport vositalarida, ya'ni ular M toifasi bilan belgilanadi, ya'ni M1, M2, M3 toifali transport vositalarining oldingi o'qiga qayta ta'mirlangan shinalar birinchi klassga ruxsat etiladi. Orqa o'qiga esa ikkinchi klassga ruxsat etiladi. Agar N toifalarida so'raydigan bo'lsa, oldi o'qiga qayta ta'mirlangan shinalar mumkin emas. Ya'ni yuk tashiydigan transport vositalarida. Orqa o'qiga mumkin, faqat birinchi klass mumkin. Endi bu yerda odam tashiydigan transport vositalar, ya'ni M1, M2, M3 toifali transport vositalariga, demak, oldingi o'qiga birinchi klass ta'mirlangan shinalarga foydalanishga ruxsat etiladi.